Kamida 50 yil xizmatini qiladigan sentrning ichida 2'de 2 sotikli uchastkamizni bugun obzor etib chiqamiz do'stlar. Eng qimmatli fikrlaringizni kommentariyada yozib ketaverasiz. Bu esa sразу boshlab ketamiz, qo'limiz hisoblanadi. O'zining oynalari mavjud, qo'lda ham daji. Va bu tarafimizda esa katta zali mavjud bo'ladi. Do'stlar, zalimizning razmeri 7,5 metrga 4,5 metrda bo'ladi. Bir qator ko'rsatamiz. Polni elektromontaj ishlari qilingan do'stlar, hamma xonaga to'g'ri o'tib turibdi. Joyimiz 2 etajdan iborat bo'lib, lestnitsaning tiyini sklad sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu tarafimiz orqaga chiqib ketaverish bo'ladi. Orqa oyog'imiz shunday ko'rinishda fundamentgacha chegaramiz bor do'stlar. Ya'ni zaxvat joyi bor. Kuxnyamiz hisoblanadi, bir 2,5 ga 5 razmerda bo'ladi. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Lestnitsamiz ham standart bo'yicha qilingan, ya past emas, ya baland emas. Chiqib tushganingizda ham oyoqlaringiz o'rta vermaydi. Ikkinchi etajimizning endi qiziqchalarini ko'rsatamiz. Bu tarafimiz sanuzel qilasiz bu yerda. Kattagina sanuzel bo'ladi do'stlar. Kuxnyaning yuqori. Kanalizatsiyani tushirib olishingiz ham oson bo'ladi. Ikkinchi etajimizning qo'li ham pastsag'iday bo'ladi. Sizlarga bir ideya aytib ketamiz. Shu yerdan zaborda qilasiz. Qo'lda ham bir xona qilib olasiz va yuqorining o'zida 3 dona xona bo'ladi. Va berimiz esa koridor bo'lib, o'zining oynasi bo'ladi do'stlar. Endi xonalarga o'tamiz. Xonalarimizning razmeri 4 ga 5 razmerda bo'ladi do'stlar. Bu yerlardan montajlari qilingan. Va oxirgi xonamiz ikkinchi etajdagi. Razmeri shu 6 ga 4,5 razmerda bo'ladi. Oynalari orqaga qarab turgan bo'ladi do'stlar. Turimizda, ya'ni orqa tarafimizda Kat ko'chasi joylashgan bo'ladi. Aytgancha, lokatsiyani ham bir tushuntirib beramiz. Kat ko'chada jinoiy sudning yonidan kirgan yerda chap qo'lingizda bo'ladi va bunday joyimizdan 2 dona bor do'stlar. Bu esa garaj joyi bo'lib, fundamentlar quyilib turibdi. Mashinalaringizni bemalol kirgizib qo'yaverasiz. Narx-navolarni keladigan bo'lsa, $48,000 aytayotimiz, kelishgan yerlarimiz bor. Dokumentda umuman muammo yo'q. Notariusda ishtir sanab beraverasiz. Qiziq bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz va bizlarga obuna bo'lishni unutmang. Sababi 3-avgustda Kaminaning tug'ilgan kuni, shungacha 50 ming obunachi bo'lishimiz kerak. Bizlarni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.